Assalamu alaykum. Bütün dünyanın her qaysi yerlerdeki Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Türk, Türkmen, Azer ve başka barlık Türkiye kırımdaşlarına. Biz bugün Amerika paytaxtı Washington'da yaşayan Uygur cemaati, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Amerika paytaxtı Washington'da turuşluq baş elçixanası aldığı topluşup 10. ayının 6. günü, yani tünügün Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de Özbekistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Amerika ve Garip dünyası oturup koygan Uygur meselesini muhakeme kılış karar raisiga karşı turuş bile taşlıqalık için biz bugün Uygur cemaati bununla narazılık bildirip turupdimiz. Kazakistan ve Özbekistan büyük bir devlet. Kazak ve Özbek halkı tarihi, medeni, akıllık, batur bir millet. Biz ularını söyimiz, ulardan fəxrlərimiz. Biz neçə əsrlərdən beri ular bilen oxşaş medeniyet, oxşaş til, oxşaş din, oxşaş irq, oxşaş itiqat bilen birbirimizni qollab, tərəqqi qilib, neçə 100 yıl, neçə 1000 yıl, neçə əsrni başını geçirip bugünkü güne geldik. Ama Sovet İttifaqı yemirilib, Orta Asiya Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyeti müstakil bolğandan keyin Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan qatarlıq Türkiye Cumhuriyetler Uygur'un müstakillik yolunu itidigan, Uygurlarını terörçi, 3 xil köç deb qaraydigan Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo bo'lib, Uygurlarını bar kuchi bilan chekladi, qarshi turdi. 2017-yili Xitoy Kompartiyasi Uygurlarga qarshi irqiy qirg'inchilik siyosati o'tirib qo'ygandan keyin Kazakistan ve Özbekistan BDT'da cami 10 qatımdan artıq Uygurlarını davamlı qirg'in qilishni qo'llab, Xitoyni himoya qilib bilet tashladı. En qabul qilib bo'lmaydigan ichinishlik, numussizlik eri shuki, 2022 yili 31 avgustda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özü Xitoy Uygurlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb doklad chiqardi. Mushu doklad chiqargandan keyinmi tünügün Özbekistan bilen Kazakistan hiç bo'lmasa bilet tashlashning voz kechisi bo'ladi. Ammo ular butkul dunyodagi g'arib, Hristiyan, Yevropa elleri Uygurning masalasini muhokama qilaylik deb ataydan tashabbus qilayotgan vaqtida o'zimizning milliy diniy qirlashimiz bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston United Nations'da supported China Xitoyni qo'lladi. Bu biz uchun, butkul Türkiye millatlar uchun, dünyadaki qirg'inchilikning dardini tatiyotgan barliq Uyg'ur qardoshimiz uchun qabul qiluvsiz, menga unutmaydigan tarixiy jinoyat hisoblanadi. Biz buni menga unutmaymiz. Bu sharafsizlik, bu numussizlik. Biz O'zbeklarni yaxshi ko'ramiz. Medeniyetimiz ortak, hamminimiz ortak. Qozaqlar bilan biz qo'shni. Ular ig'ir kunlar kelgan chaqda, Char Rossiya ularni bisib olganda, Mo'ng'ullar tajovuz qilganda, Xitoylarning zulmi qo'shilgan vaqtda biz Uyg'urlar dast turib, ularni qo'llagan edik. Ular müstakil bo'lgan vaqtda biz Sharqiy Turkiston Uyg'uriston turib, ular uchun javob chaqirgan, xo'sh bo'lgan, memnun bo'lgan edik. Biz Qozaq, Qirg'iz, O'zbeklardan ayrilmaymiz deb, o'zimizning davlatimizning ismini Uyg'uriston deyishdan ansirab, qarindoshimizning ko'ngli kelmasin deb, davlatimizning ismini Sharqiy Turkiston degan edik. Va hala bugun kun kelgan chaqda dunyodagi eng oq ko'ngil, bechora, samimiy, durust xalqning bishigan shu yig'ir kun kelgan vaqtida O'zbekiston va Qozog'iston Uygurlarning o'limiga sherik bo'lyapti. O'zbekiston ve Kazakistan şunu bilsinki, biz Uygur halkı yalnız emas. Dünyanın her qaysi yerinde 2 milyon halkımız var. Bunlar azatlık için, erkinlik için, insan hakları için, demokratiya için, kişilik hukuk için bir jangchi. Ular fidai, bizning qo'limizdan g'oyat kuch bor. Biz Xitoyni qo'llagan har qanday davlatni sharmanda qila olamiz. Xitoy bilan hamkorlashga har qanday bir davlatni yetim qaldira olamiz. Bizning qo'limizdan media bor. Dünya halkı bizni qo'llayotdi. Amerika va Yevropa ittifoqi bizni qo'llayotdi. Agar Qozog'iston va O'zbekiston o'zining Xitoylar bo'lgan numussizlarcha hamkorlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz buni ikki turli ishni qilamiz. Birinchi, Qozog'iston va O'zbekiston bu numussizlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz butkul dunyo bo'ylab necha million xalq hamkorlashtirib, bu ikki davlatning o'z qirg'inlash satqanligini butkul dunyoga bildiramiz. Ularning erkin, demokratik taraqqiy qilgan Yevropa ellerida, G'arbda, Amerikada yuzi bo'lmaydi, inoat bo'lmaydi, ularni hech kim qo'llamaydi.
Hiç qanday bir davlat ularga büyük insanlarcha hürmetler çıkarmaydı. Ularga no respect. Bunundaki hiç qanday hürmet, baraber degan narsa mavjud emas. Bunu bilish kerak, bizning qo'limizdan keladi. O'tgan 5 yilda biz dunyodagi eng kichik imperiya Xitoyning yuzini yerga urdik, rasvo qildik, sharmanda qildik. O'zbekiston, Qozog'iston davomli qo'lza qilishni biz o'xshash qila olmaymiz. Bizning qo'limizdan keladi. Biz sizlarni qarindishimiz dedik. Sizlar qarindishimiz desanlar biz sizlarga qarindosh emaslikdan qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz. Bu birinchi. Ikkinchi, biz Uyg'urlar navbatda Uyg'urlarning qo'lda qiladigan bir qism tadbirlarni ishlatib turib, Yevropa, Amerika qatorliq davlatlar ve Dünya Bankası Özbekiston, Qozog'istonga berayotgan iqtisodiy yordamlarni milyard yordamlarni to'xtatishning amalini biz qila olamiz. G'arb dunyosi, Yevropa ittifoqi Qozog'iston ve O'zbekistonning Xitoyning qo'yniga o'zini atqanligiga qarab turmaydi. Ular g'azablandi. Qozog'iston bilan O'zbekistonning turgan qarori butkul dunyoni g'azablantirdi. Sizlar sosyal media qarab qo'yinglar. Tunugunki Twitter'da Qozog'iston degan ism birinchi numurli holda muhokama qilindi. 7000'den artık tweet 2 saat içinde itilib, Qozog'iston o'zining qarindosh xalqi Uyg'urlarni setib, Xitoy bilan hamkorlashib butkul dunyo to'lib ketdi. Mana uni biz qildik, biz Uyg'urlar qildik. Agar Qozog'iston bilan O'zbekiston o'z sharafini qaytarmasa, biz ularni qaytaramiz. Oxirgi so'zim, biz bugun faqat Uyg'urlar uchun yig'ilmadik. Biz Sharqiy Turkiston, Uyg'uristondagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek ve başka milletlerning huquq uchun jam bo'ldik. Biz faqat Uyg'urlar uchun emas, Qozog'iston va O'zbekistonning buningdan keyin mustaqillik uchun jam bo'ldik. Agar Qozog'iston va O'zbekiston uyg'onmasa, Xitoy keyingi 5 yilda, 10 yilda bu davlatlarni yutib oladi. Iqtisod va bir siyosati bilan bu davlatlarning barliq siyosatlarini, barliq hukumat o'rinlarini, iqtisodiy sohalarni monopol qilib oladi. Buningdan biz ansiraymiz. Buningda yurtimiz og'riydi. Çünkü bizden Qozog'iston ve O'zbekistonning mustaqilligini Xitoyga yo'qotib qo'yishni ko'rgimiz yo'q. Biz xohlamaymiz. Bu qirlashimiz mustaqil bo'lishi kerak, kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlar Xitoyda o'zinglarni tortinglar. Xitoy biz bo'lganligimiz uchun sizlarni aman qo'ydi. Agar Uyg'urlar yo'qolsa, keyingi nishon Qozog'iston va O'zbekiston bo'ladi. Aziz qarindoshlar, biz Qozog'istondagi O'zbekistonga qirlashimizning bexatarligi, amallik uchun duo qilamiz. Ular yadidimiz, ular shu davlatning qonun siyosatiga rioya qilib, şu davlatlarni himoya qilyapti, faqat o'zining madaniyati, kimligi, tili yashayapti. Ular hech qanday aralashmadi. Ammo bizning umid qilamiz, dunyoning har qaysi joylaridagi erkin davlatda yashayotgan Uyg'urlar shu bechora xalqimizning gap qilmagan xalqimizning ovozini yetkazish kerak. Vatanda 5 million Uyg'ur xalq o'lyapti. Bosqinchilik uchrayapti, qirg'in qilyapti. Milyon insonlar o'lyapti. Erlarimiz qul bo'lyapti. Bolalarimiz ota-onalardan ayrilyapti. Biz bunga rozi emas. Uzbekistan must stop supporting Chinese genocide of Uyghurs. Uyghurs and Uzbeks, Kazakhs are brothers.